Afyonqarahisar shahrida ommaviy tashkilotlar munbiri tarafidan Xitoyning Uyg'urlar ustiga kishilik huquq tajovuzchilariga qarshi namoyish o'tkazildi. Juma namozidan keyin imorat jamiyati oldida Sharqi Turkiston va Turkiya bayroqlarini ko'tarib to'plangan tashkilot a'zolari shuar savdolari ichida Anıt Parkgacha yurdi. Tashkilotlar munbiriga vakolatan bayonot e'lon qilgan Mas'ud Hizorji Sharqi Turkistonda davomlashayotgan zulmga to'xta deyish uchun bu yerga jam bo'lganligini bildirdi. Xitoy doiralari Tibet xalqi Dalay Lamaning yolg'onlariga ishonmasligi va Kommunist partiyaning muhimligini to'nib yetishi lozim dedi. 13 dekabr e'lon qilgan bayonotda Dalay Lamaning o'tir yo'l loyihasini tashlab Tibetning to'liq mustaqilligini da'vo qilganligini ta'kidladi. Bayonotda o'tir yo'l yoki oshqun avtonomiyaning nishoni Kommunist partiyaning rahbarligini, sotsializm tuzumini, millatlar asosida yaratilgan avtonomiya tuzumini rad qilishdir deyildi. Xitoy doiralarining bu bayonotlariga qarta Hindistonda surgunda yashayotgan Dalay Lama texnik inkos qaytarmadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika fuqarolari Tibetga erkin kirib chiqolmagan ahvolda Xitoy doiralarining Amerikaga kirishga cheklama qo'yish tashabbus qilingan qonun loyihasiga norozilik bildirdi. Bayonotchi Lukan Tibetning Xitoyning ichki ish ekanligini ta'kidlab, bu loyihaning davlatning ichki ishlariga aralashish ekanligini aytdi. Sharqi Turkiston O'limalar birligi hay'ati Makkada o'tkazilgan Islom birligi yig'inida qatnashdi. Tashkilot raisi doktor Ataullah Shahyar va Avstraliyadan kelgan Abdusalom olim boshchiligidagi hay'at dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar bilan ko'rishib, Sharqi Turkistondagi Xitoy jazo lagerlari va boshqa bostirish siyosatlari haqida ma'lumot berdi. Shuning bilan birga, Erciyes Universiteti iqtisod va ma'muriy boshqarish fakultetining taklifi bilan leksiya so'zlashga taklif qilingan Setim Turk Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari va boshqa ahvollar haqida doklad berdi. Amerika istixborot sohasi dunyo miqyosidagi tahdidlar haqida bir doklad e'lon qildi. Dokladga asoslanganda kvant texnikasi va sun'iy aql davlat bexatarligiga yangi bir tahdid shakllantirmoqda. Tahdidlar tizimligida yadro qurollari, terrorlik, klimat o'zgarishi qatorliqlar bir qatorda tilga ilingan.